Amerika Maliya Ministrligining ma'lumotiga asoslanganda, Xitoy 2000-yildan boshlab Amerika hukumatining zoyimini setib olishga boshlagan bo'lib, 2014-yilga kelganda Xitoy setib olgan Amerika zoyimi 1,125 trillion dollarga yetgan. 2015-yildan boshlab Xitoy Amerika zoyimini azaytishga boshlagan bo'lib, 2022-yil 1-oyga kelganda Xitoyning tashqi perevotidagi Amerika dollar zapisi 1,6 trillion dollarga tushgan bo'lib, hozir dunyoda Yaponiyadan qolsa Amerika dollarini eng ko'p setib olgan ikkinchi cho'ng davlat hisoblanmoqda. Texmi aniq qilib aytganda, Amerika hukumati Xitoyga 1,6 trillion dollar qarz. Undaqda bu qarz Amerika Xitoy munosabatiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni Xitoy bu qarzlarni dastak qilib turib, Amerika hukumatiga besim qila olamdi. Amerika hukumati Xitoydan olgan o qarzlar sababidan Xitoyga yo'l qo'yishga majbur bo'lamdi. Bu ko'pincha kishilar ko'ngil biladigan masala bo'lib, u Xitoy jamiyati va Amerikada talash tartish qilingan. Dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchi bo'lgan Xitoyning iqtisodiy ahvoliga qarab chiqadigan bo'lsak, Xitoyning 2021-yillik ishlab chiqarish umumiy qiymati 17,7 trillion dollar bo'lib, Amerikaning 2021-yillik ishlab chiqarish umumiy qiymati 23 trillion dollar. Statistika to'rining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, Xitoyning 2022-yildagi qarzi 14,126 trillion dollar. Amerika hukumatining qarzi 30,5 trillion dollar. Uning ichida 22 trillion dollar Amerika xalqining qo'lidagi zoyimdan tashkil topgan. Ya'ni Amerikaning davlat ichidagi qarzi 22 trillion dollar. Xitoyning butun dunyodagi 150 davlatga bergan qarzi 1,5 trillion dollar bo'lib, uning ichida 1,6 trillion dollar Amerikadan setib olgan zoyim. Xitoyning dunyodagi eng kambag'al 74 davlatga bergan qarzi aran 13,1 milliard dollar. Amerika hukumatining 30,5 trillion dollar qarzi ichida faqat 1,6 trillion dollarla Xitoy hukumati qo'lidagi zoyim bo'lib, u faqat Amerika hukumatining umumiy qarzining 3,7%ni, Amerikaning yillik ishlab chiqarish umumiy qiymatining 4,6%ni egallaydi. Bu salmoqdagi qarz Amerikaning iqtisodiga tahdid yaratishga va yoki Amerikaga besim tushirishga hargiz yetmaydi. Amaliyotda Xitoyning Amerika hukumatidagi qarzi zoyim shaklida bo'lib, u hargiz Amerika hukumati iqtisodiy jihatdan qiynalib qilib, Xitoy hukumatidan olgan qarz bo'lmasdan, balki Xitoy hukumati o'zining tashqi perevod ehtiyoji uchun Amerika hukumatidan setib olgan zoyim. Ba'zi tahlilchilar va mablag' solg'uvchilar Xitoy Amerikadan o'ch olish uchun bu zoyimlarni bozorga selib, Amerika iqtisodining eshishiga ta'sir yetkazadi deb andish qilishi mumkin. Amaliyotda bo'lsa, Xitoy hukumati tövendagi sabablar tufaylidan Amerikaning zoyimini biroqli setib etishga emas, aksicha davomli setib olishga muhtoj. Birinchi, Xitoy hukumati o'z mollarining eksport bahosini tuvallatish uchun Amerika davlat zoyimiga ko'plab mablag' selishga muhtoj. Ikkinchi, Xitoy hukumati eksport miqdorini oshirish orqali Xitoyda xizmat fursati yaratib, ishsizlikni tuvallatishga ehtiyojli. Amerika Xitoy mollarini eng ko'p import qiladigan davlat bo'lib, Xitoy mollarining ko'plab eksport qilinishidagi bir afzalligi mol bahosining tuvanligi. Uchinchi, Xitoy o'z mollarining eksport bahosini tuvallatish uchun xalq pulining qimmatini muqim tutishga ehtiyojli. Xalq pulining qimmatini muqim tutish uchun Xitoy hukumati yetarli darajada zapas Amerika dollariga ehtiyojli. To'rtinchi, Xitoy hukumati ijtimoiy muqimlik uchun uy mulk, pay cheki va boshqa davlatlarga solgan mablag' xatirini tuvallatish uchun nisbatan eng ishonchli bo'lgan Amerikaga mablag' solishga ehtiyojli. Beshinchi, garchi ba'zilar Xitoy hukumati Amerika zoyimini setib olsa, Amerika iqtisodiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb andish qilishi mumkin. Ammo agar Xitoy hukumati rostilla shunday qilsa, u Xitoyga texmi cho'ng xatar elib keladi. Shunga Xitoy hukumatining o'z iqtisodiy manfaati, bexatarligi va muqimlik uchun undaq qilishi mumkin emas.